Salom hammaga. Men hozir ishdan dam olish vaqti uyga kelib, kesak yeyman. Rozovaya o'zbekcha. Orqadan kir mashinka aylanyapti-da. Men aytgancha pastani yaxshi qilmaganman shekilli, menda qotib qoldi. Endi qanaqa qilish kerakligini yaxshi o'rganishim kerak. Kechagida videoga men bu qancha deb qo'ygan edim-ku. Hamma arzon deb yozibdi-da. Men karida shuni o'zbek so'miga 30 mingga olganman. Qimmat. Ko'pchilik so'rabdi. Yutasizmi deb. Yo'q, men yutmayman. Chunki o'zi qonim kam. Yutsam battar boshim aylantirib tashlaydi. Shuning uchun Rozovaya o'zbekcha juda ham zo'r, tishga yopishadi-yu. Buni xrusti, ta'mi